Qo'y to'pi effekti degani men rayonimizda pek eg'ir bu ish. Mustaqil fikr qilish iqtidorini yetildirish zot qanchalik muhim. Burun chiqqan bundaq bir xabarni sizlar anglagan bo'lishinglar mumkin. Tog'da qo'yib yo'qotgan vaqtning o'zida bir to'p qo'yning sarki qo'y ehtiyotsizlikdan bu yerdagi yodin tog'ning qirdan tushib ketadi. Shuning bilan buning keyindan kiyotgan qo'yning hammasi buningga agishib shu yodin tushib ketib, davondan tushib ketib hammasi o'ladi. Qaranglar, aslidagi sarki qo'y top başlığı olan qo'y ehtiyotsizlikdan sirib tushib ketgan. Keyingi qo'ylar buning shunday tushib ketgan ko'rib turib, hammasi shu yerga berib tushib ketdi. O'qinishlikka. Mana bu qo'y to'pi effekti degan shu. Nurg'unlamoq qo'ylarni intayin dötga, kalvanimga degan bo'lishi mumkin. Lekin bizning amaliy turmushimizda mashg'ulotimizni qo'y to'pi effekti intayin eg'ir. Shundaymi emasmi? Shun qarsangiz bizda voy haqqi nima bizga shu, bizim shunda qilmaymizmi deydigan gap bormi yo'qmi? Hatto shu mustaqil o'qishmagan fikr qilganlarni ko'rsa, tillaydiganlar bormi yo'qmi? Masalan, ushbachalik haqida qissada hammasi voy Jovin degan andoq botur, mandaq emas, mening akam, mening dadam deb ketgan bo'lyapti. Jovin to'g'risida ozroq boshqa nuqtadan fikr qilib qo'ysam qandoq tillab og'zimni tas qildi ki mening yoqqan qilib urush qilib Jovin demiş qandoq deydi, mening ochamning ertursadi. Bu shunday gap. Endi Yahudilarning bal tarbiyasi, ma'at tarbiyasi dunyoda birinchi o'rin turdi. Buni pek ko'p angladik. Shuning uchun mush Yahudilarning Nobel mukofotiga erishgan dunyodagi eng katta boy korxonachi u deganlar nihoyat ko'p chiqdi. Bekardan chiqib qolmaydi. Mush Yahudilarning bal tarbiyalashdagi ma'rif tarbiyasidagi birinchi nizomiy, birinchi o'rin qo'ydigan nima bo'lsa, mustaqil fikr qilish iqtidorini yetildirish. Birga birini qo'shsak necha, sen bal 2 desa, mayar biz qo'p birga birini qo'shsak, bir desa, nima deyapsa, oshni uqmamsa, sen o'qituvchi kelib, birga birga 2 tursa, mashni uqmaysan, bir deysan deb tillab ketmaydi-ku. Aksicha voy balam sen nimanda aqlli. Birga birini qo'shsak, nimishqa bir bo'ldi, sen bir nimishqa o'zingning o'ylig'ini bir deb baqana degan keyin, yiliq kichik bola nima deydi-ku? Mana men qum o'ynaganda birda qumga birda qumni usti qustam, yana birda qum bo'ldi deydi. Qaranglar, mustaqil fikr qilish iqtidori. Yeni shunga bizning Saudi korxonachilariga qarasakmi, yangilik oz, biror yangilik chiqib bo'lguncha do'ramchilik nihoyat ko'p. Birsi choy taomlarini ichib, putga choy taomlari yez qandoq olib ketdi. Qaranglar, Juan Shustin tatib beli qilib qo'ydigan muzikasigacha o'xshash muzikani qilib qo'ydigan gap. Haq aramga ichib qo'ysa, hamma yana aramga, bu aramga qipiltab qo'ydi-ku. Haq bir botolga o'xshamaydigan bir qoq suyini chiqiribdi-ku. Hozir men 10 qitim qoq suyi yeb-sam 10 xil marketini yeyapman. Hammasining qutisi o'xshash, shakli, rangi, ichidagi qoqning sonidan tatib o'xshashga. Men yegash sanab baqmayman-ku. Shuning bilan qo'y to'pi fikri bo'yicha vayron bo'lganda hammamiz tangli vayron bo'lmaymiz. Shundaq-ku.